Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Feberlik zakazlarimiz keldi va mana shunday qonuniy cheklar bilan keladi. Bu uchalasi o'zimning nomimga kelgan cheklar, bunisi esa qizimning nomiga kelgan cheklar. Xo'sh, Feberlikda obzor qilishni boshladik. Menga rosa paketlari yoqadi-da. Mana bu korobkalar teskari bo'lib qolibdi. Korobkada mahsulotlarimiz kelgan. Hozir bitta-bitta obzor qilib beraman. Xo'sh, paketdagi keyin qilamiz. Bular mana bunaqa kapsulalarimizdan kelgan. Kapsulalarni hali yana alohida obzor qilaman. Buni o'zim uchun olganman. Ishlatish uchun oldim. Juda ham zo'r. Ichida 15 ta bo'ladi, lekin zo'r narsa. Keyin parashoklarni sevaman deydi. Juda ham zo'r mahsulot bu parashogi. Mana bunaqa arbelivayshi qiladigan parashok bu ham juda ham zo'r sifati. O'zim ishlatish uchun olganman hammasini. Keyin mana bu xolodilnik uchun, xolodilnikdagi hidlarni oladigan sharikimizdan keldi. Buni donasi nimada patkasida 3 dona bo'ladi. O'zimda xolodilnikimdagini so'roqga yetib kelganligi uchun zakaz qildim. Buni ham juda ham sifati zo'r qizlar. Olsalaringiz bitta sharigi 3 oy mobaynida xolodilnigingizdagi mahsulotlarni bir-biriga hidini o'tkazib yubormaydi. Endi yana bir uyimiz uchun kerakli bo'lgan, ishlatish uchun kerakli bo'lgan mana bu oyna artishda sepadigan nimasi, sprey va mana bunaqa oyna artadigan salfetkalari bilan birga kelgan. Mana birdan 2 ta urganman. Bu ham o'zimiz uchun qizlar. Mana juda ham sifati zo'r. Buni olib ishlatsalaringiz keyin bilasizlar. Bugungi zakazim asosan o'zimizning ro'zg'orimiz uchun ekan. Mana bu esa kir yuvayotganda pastelni belyolarda yuvishda nima qiladigan konditsioner. Mana bunisi esa posuda yuvadigan gel. Shunaqangi hidlari zo'r, shunaqangi ximikatsiz mahsulotlarimiz. Xo'sh, qizlar, endi bu yoqda yana nimalarimiz bor? Kraska. Temniy blondin rangli. Buni ham o'zimga olgan ekanman. Mana bu narsa hozir qizlarimiz o'rtasida jingalak soch moda bo'lgan. Ana shu jingalak sochni ushlab turadigan ko'pikli mahsulotimiz. Qizimning sochi jingalak. Bu ham qizimga urilgan. Deyarli hamma narsa o'zimiz uchun urilgan ekan. Va mana bu yerda Krapveni shampundan bor 2 ta va 3 ta aloe shampunimizdan bor. Mana aloe shampun. Mana bu immunomishka katta ekan qizlar. Ichida nechta bor ekan? Ichida qayerga yozilgan? 60 ta. Mana bu yerga yozilgan ekan. 60 ta nimachasi, marmeladchasi bor. Mana ichida ayiqchani shaklida ko'rinib turadigan marmeladlarimiz bor. Bu yerda mana vitamin C va vitamin E, sink, vitamin D3 bor. Bolalarga kerakli bo'lgan vitaminlar bor ekan qizlar. Juda ham mana 3 yoshdan yuqori bo'lgan bolalarga malina ta'mi keladi. Juda ham sifati zo'r qizlar. Mana bu yerda Valentin Yudashkin kichkina 30 grammlik atirdan kelibdi.